dam oluvchilar, mana hamma mazza dam olyapti. Siz qachon dam olasiz? Jigarlar, qachon dam olasiz? Dam olgani zo'r joy topib qo'yganman. Mana yo'llar qaranglar, o'ta tekis, archali tog'lar, havo o'ta darajada toza. Ayniqsa bu allergiyasi bor odamlarga o'ta zo'r joy. Xudo xolasa sho'rlamaslik darajasi yuqori bo'lgan bog'dor pishgan ishlari, ko'rib turganlaringdek sifatlari xudo xolasa a'lo darajada. Mana sho'r xudo xolasa chiqqani yo'q. Oldindan 5-10% ehtimol bo'lishi mumkin deyapmiz. Sanoqlarga uqalanmasligiga garantiyalari bor. Zavodimiz o'zida hozir 750 so'm narx qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beramiz. Batafsil ma'lumot olishga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Biz Zomindamiz. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek tepaga toqqa chiqib ketyapmiz. Bu yerda Zominga kirish, tog' ichiga kirish har bir odam uchun 20 ming so'm ekan. Bu yerda dam olish necha pulga tushadi deganlar uchun videoni kuzatib turasizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlagan holatda bittadan like tugmasini bosib dam oladigan do'stingizga jo'natib qo'yasiz. Bu qadrdonlar, dachalarda pastroqlarda turish sal arzonroq, 400 ming, 300 ming, 200 mingdan boshlanadi, 200 mingdan 500 minggadir lyuks xonalar, ichida sanuzeli, hamma yo'q, 2 xonali, oshxonasi, spalnisi, 4 kishilik yotoqxonalar joylari bor. Shunaqalari 400 ming, 500 ming bo'lyapti. Arzonroq turaman degan joylar bo'ladi, arzonroqlari. Keyin bitta so'ri ham berishadi, 400 ming, 500 ming ichida. 200 minglar ichida ham bo'ladi. Endi sharoiti ja zo'r bo'lmaydi. Mana bu tabiatning go'zalligini qaranglar. Bu yerda ikkinchi nom bor ekan. Shveysariya degan, yangi Shveysariya. O'zbekistonda bunaqa joy bor deb hech ham o'ylamagandim. Mana endi kelib ko'ryapmiz. Inshaalloh sizlarni ham mana shu videoni ko'rib turganlaringdek o'z ko'zlaring bilan ko'rishlik nasib qilsin hammaga. Mana bu o'ng qo'lda piyoda yurib, mazza qilib, havoda dam olib, ayniqsa oilaviy kesalaring o'ta darajada a'lo bo'ladi. Oilaviy kesalaring mana shu chekkada gaplashib, mazza qilib, toza havoda uncha kasalliklar yo'q bo'lib ketadigan joydamiz. Ko'rib turganlaringdek, o'zlaring texnikalarida kesalaring bu toqqa chiqib kelish muammo emas. Archalarni ko'ringlar. Boshqa tog'larda nisbatan archalar kam bo'ladi. Bu atrofda o'ta ko'paygan, o'shaning uchun bu yerda ko'pchilik sanatoriyalari ham bor, xonadonlari ham bor, turadigan joylari, dam olgani kelisharkan. Bu yerda Zominda eng mashhur ketgan uchadigan kanatkalari bor. Yosh bolalarga 7 yoshdan kattalarga, 4 yoshdan kattalarga 50 ming so'm ekan, pensionerlarga 50 ming so'm ekan. Hozir ko'rsatib o'tamiz o'sha joyda. Yosh kattalarga 80 mingdan ekan har bir kishi uchun. Keyin bu yerda bozorchalari ham bor ekan. Oziq-ovqat kelib, mazza qilib dam olganga nima yetsin. Tog'larda uch ko'rinmayapti, lekin bulutlar egallab olgan, ob-havo o'ta toza. Yomg'irli havo bo'lib turibdi, xudo xolasa yomg'ir yoqqani yo'q. Podiyomlikka chiqib boryapmiz, borgan sari. Mana bu yerga o'sha aytganimdek kanatkada uchgani chiqsa bo'ladi. Mana bu yerdan bu yer dam olish joylari. Ko'proq turistlar ham kelishar ekan bu yerga. Mana aytgan joyimiz, mana shu joy. Eng mashhur kanatkalar. Mana uchyapti. Yaqinlashtirib ko'rsating operator. Adaga bog'chalar ham bor. Ana. Bu yerga oilaviy kelganmiz. Bu tabiatni ko'rib puliga arziydi. Xudo xolasa, u tepalikdan keyin ham ancha uzoqlikda joylashgan. Oshxonalar. Bu joyda hozir pastga tushib ta'riflab ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mana sharcharani ko'rib turibsizlar mana. Sharcharani. Yaqinlashtirib ko'rsating, yaqinlashtirib. Hozir mana pastdan ko'rsatamiz sizlarga. Mana bu yerda ovqatlanish uchun joy, mana bu yerda parkovkalar. Mana. Biz o'sha joyni topdik deganday, xudo xolasa yetib keldik. Hozir o'rtasiga yetib keldik. Havo tozaligini. Mana mashhur bo'lgan o'sha kanatga. O'ta darajada mazza joylar ekan ular. Mana bu yerda mehmonxonalar bor, mana bu yerda sanatoriya. Eng katta sanatoriya hozir tepadan yana ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tog'larni qaranglar tozaligini. Archalar bilan to'la bezatilgan tog'lar. Bu sharcharaga kirish 5 ming so'm ekan har bir kishi uchun. Kirib mana shu sharchalarning ichida bemalol
rasmga tushadigan joylar ko'p ekan. Xullas, mana bu tog'ni tepasiga ko'tarilib ketishyapti. Bundan keyin ham ancha yurishar ekan. Tepaga ko'tarilgandan keyin ham ancha yurishar ekan. Tepasiga chiqib, tepadagi holatlarni ko'rsatamiz. Mana. Qadrdonlar, xullas, ish tugamaydi. Dam olib ketishlarni tavsiya qilamiz, mazza qilib. Bu joylarni ko'rmasdan turib ta'riflab bo'lmaydi. Kesalaring, afsuslanmaysizlar. Bu zomi qayerda joylashgan deganlarga Telegram kanalimizga lokatsiyalarni tashab qo'yamiz. Jizzax viloyati Zomin tumani. Qani ko'rib turganlaringdek. Va bizning mashinamiz. Hazarligidek. Biz bilan sherik. Davom etamiz, tepaga chiqishda davom etib ketamiz. Ko'rib turganlaringdek ancha podyomli. Hozir yana mana o'sha Zomindagi mashhur sanatoriya tepadan ko'rinishi. Ko'rib turganlaringdek. Bu yerlarda sanatoriyalar juda ko'p. Hozir o pastlik borgan sari tepaga chiqyapmiz. Ko'rib turganlaringdek o'ta podyomli. Ana shu yerlarga ko'tarilamiz hozir podyomli joylarga. Eng tepasiga chiqamiz. Ko'rib turganlaringdek tog'larni archalab o'rab olgan. Tog'lar uchini ko'rsatmasdan bulutlar o'rab olgan. Bunaqa manzarani ko'z bilan ko'rmasangiz ta'riflash qiyin. Hozir yana tepaga ko'tarilamiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Qadrdonlar, bunaqa joylarda sizlarga ilinmasam bo'lmasdi. Ko'rib turganlaringdek tobora tepaga ko'tarilyapmiz. O'sha odamlar o'tgandan, postdan o'tgandan keyin, o'sha toqqa kirgandan keyin eng yuqori joyi 35 kilometr ekan. Mana odamlar mazza qilib chekkalarida yurib dam olishib, toza havodan nafas olishib ketyapti. O tepalarni ko'rsating, tepalarni, o archalarni o'rab olgan bulutlar ham. Mana bu balandliklarni qaranglar. Mana bunaqa oilaviy dam olishga nima yetsin, mana yo'lda mazza qilib yurishib ketishyapti. Hozir tog'larda agar tog'larda yoqmagan bo'lsa sizlarga eng balandidan tog'larni ko'rsataman. Mana nimalardan tushib, rasmga tushib, to'g'ri o'rnab solishib. Mana o'sha bulutli joylarga chiqyapmiz. Eng bulut ko'rinmaydigan joylar hamma mazza qilishyapti. Tashlar qolib ketdi pastda. Eng tepali joylar ham qolib ketdi. Sharshara. Mana bu bulutlarni yurishini qaranglar, bulutlarni. Biz yana ko'tarilyapmiz tepaga tobora. Hali uchiga chiqqanimiz yo'q. Ko'rib turganlaringdek odamlar mazza qilishyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'rib turganlaringdek bu tuman emas olim, bu bulut bo'ladi. Pastda. Hech qanday bulutlarning ichida yurganmisiz, siz samolyotda emas, balki o'zingiz piyoda mana shu bulutlarning ichida ham yurishingiz mumkin. Endi bitta bulutlar ichida samolyotda yurishmas, mana bu yerlarda yursangiz ham mana shu bulutlarning ichida ketganda bo'laverasiz. Hozir bu telefonda unchalik ko'rinmay turgandir, lekin tumanga o'xshab turibdi bulutlar. Mana ko'rib turganlaringda mashinalar ham snetlarni yoqyapti. Bu yerda ham vodiyning pirovali bor ekan, boychechak deganlardan sheriklardan bor ekan. Mana ko'rib turganlaringdek biz hali hamon bu yerda mashhur bo'lgan o'sha tandir go'shti, keyin qozonda pishirilgan nonni ikkalasini yesalaring o'ta darajada mazza bo'lar ekan. Sariyog'li nonlarni. Biz necha kilometr balandlikka chiqyapmiz bilmayman, lekin bulutlarning ichiga kirib ketyapmiz. Ming so'mdan bitta odam kirib olib mana shu joylarni bemalol tekin yurishlari mumkin. Ko'rib turganlaringiz. Mana ko'rib turganlaringiz eng tepasiga chiqdik. Bundan ham tepa joylari bor. Mana bulutlar pastda qolib ketgan joylari. Mana bu yerda
bulut qoplab olibdi. U tarafda katta tog'lar bor. Tog'da qorlarigadir ko'rinib turadi kecha. Bugun bulutli bo'lib ko'rinmayapti. Hozir sizlarga bulut oqib kelyapti, bulut. Ko'z bilan ko'rilsa boshqa dunyo bo'lib ketadi ya. Bunday. Sufa 2400 deb qo'yibdi. 2400 balandlikmi endi. Mana bu gullar qaranglar. Ana o'sha mashhur ko'prik, chiptamiz olganmiz. Bir kishi uchun 60 ming, pensionerlar uchun 40 ming so'm. Havo shu darajada sovuqki, hamma qalin kiyimda. Bugungi chiflomiz 2026-yil 22-may, haftaning juma kuni. Nega havo sovuq. Mana biz chiqdik. Ketdik. Bu adrenalinga boy juda. O'ta baland. Qani o'tib ketib olay. Sekin. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rganlarni pasta suvlar bor. O'ting opa. Bulutlar yetib kelgan eng yuqoridamiz. Tez o'tib ketasiz? Nar xolalarni oldiga tushyapmiz. Ko'prik qimirlab ketagan. Xolalar yaylashyapti. To'g'ri bu tarafiga o'tsan, otlar bor. Nech pul aka ot? Nech pul? Yo'q, nech pul o'zi? Kelmaymi? Qancha bo'ladi? Qanchalar kelinadi? Yarim soat aylanasiz aka, 60 ming beraveraman. 1 soat aylanay aka, 150 ming beraman. 100 ga beraveraman xohlasangiz. Hozir sherigam bor edi, aytib kelay. Xo'p. Otlarda yurish 50 mingdan yarim soati. Oh. Kelib bir kunda aylanib tuga bo'lmaydigan joylar. Mana bu. O'ta eski archa ekan. Bu hayvonlarni oldi. Qarab. Rasmga tushish ham pulli. Nech pul? 5 ming? Jazada 5 ming. Kurman chaman birasini. 5 ming so'm beraver. Bo'ri, oyoq. Mana shu so'm o'yini shu 5 ming. 5 ming so'm holaga bir kishi o'zi o'zi